Assalomu alaykum. Rahmat, Allah razı olsun. Allah Taala hammalarninki tinini saq, ko'nglarini xotirjam, hamma ishlarini yaxshi qilib bersin inshaalloh. Bu yerdamda shu bunda paranglashib o'tiraylik, ko'nglimizga yurak so'zimizni deyishaylik-da. Men shu bina deb bermoqchi bo'lsam, shu Alloh Taolaga ko'rsatkichlik bir amalimiz bormi deb shu mavzuda. Ya'ni Alloh Taolaga ko'rsatkichlik amalimiz bormi deb. Masalan, shundaq insonning beshiga kun kelgan vaqtida qattiq ayna duo qilib Allohga iltijo qilganda vesile deydigan gap bor, vesile qildigan. Shipi keldi deydi bizning Uyg'urchada. Shu o'zingning Alloh Taolo uchun xolis qilgan bir ishingni vesile qilib turib, ey Alloh, mushu ishimninki xotirasi uchun, mushu sening uchun qilgan mushu ishimning xotirasi uchun sana duo qilaman debcha. Shunga xuddi har qanday inson bankada yoki uyda pul saqlaydi, yomon kunlarda, qora kunlarda esqata deb qo'ydi-ya. Yomon kunlarda esqata, kasallik tatib qolsam esqata, qirib yeshinib qolganda esqata, bolalarimni o'qitishga pul ishlatishganga maktabga esqata deb pul yig'dayni. Savobmi ashuni o'xshashda, asha savobni biz savobga shunchalik bak ehtiyojliqcha, asha savobni ashundoq yig'imiz hamdi. Yiqqaniki qaysimizningki mushu nimasi kuchli bo'lsa, jiq bo'lsa shu jiqni vesile qilg'ul deyna. Endi buni da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga vesile qilishni o'rgatgancha. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munda degan. Bani Isroilda burunqa shu yahudilarninki, Musa alayhisalomninki qavmida bir uch odam bir nimadan ketib berib ekan. Bunda sahro bir cho'ldan ketib beribdi. Bu cho'lda dal-daraxtmi yo'q. Hech nima yo'q. Cho'lda ketib qolsa, qattiq yomg'ir yog'ib ketibdi. Yomg'ir yog'ib ketganda bu yomg'irdan saqlanishga yo ulida bir kunlik zontik deydigan narsami yo'q. Ya bir berib olay desa bir daraxtning tuyumi yo'q, yo bir uymi yo'q hamda. Qaqas cho'l. Qanday qilamiz deb buda qarasa, bir tog'ning bir nimada bir o'nkir bor ekanda, o'nkir. O'nkirga kirib turaylar hozir hamda. Yomg'ir to'xtagandan keyin an ketamiz deb o'nkir kirib tursa, yo'g'on bir tosh tushib, o'nkirning og'zini yeb beribdi. Ayda cho'ng toshli bordi. Masalan, Misrdagi piramidani ko'rganlar, yeng'i berib ko'rsanglar piramidani, har bir tosh mashinadek tosh. Ayda cho'ng toshli bor. Toshdan tushib, og'zini yeb qolgandan keyin iyada u odamni ishtirib qilibdi. Kuchi yetmabdi. Yo'g'on anda mashinadek toshga uch odamning kuchi yetadi, kuchi yetmaydi. Voqiray desa hech kimga qutqizib qo'yganlar. Chori yo'q. Yo kuchi yetmaydi, yo vaqirsa adam yo'q. Endi qanday qilish kerak? Dunyoning sabablari tugidi hamdi. Ya mishad jim yazsaq mishad siz o'limiz hamdi. Dunyoning sabablari tugidi degandan keyin uchaylan Alloh taologa bo'lgan bir yaxshi qilgan, Alloh uchun qilgan amalimizni hammanglar amalinglar bo'lsa vesile qilinglar deydi. Har qanday odamning anda bir amali bo'ladi. Islomda o'ylasanglar balki islomning ishonligi faqat Alloh uchun hech kim ko'rmasin. Shuma o'ng qo'lni berganni so'l qo'l bilmaydi deydi-ya. Ayda bilmaslik kerak deydi. Ashunda maxfiy amallar bo'ldi kishilarningcha. Shuna bilsa debdi, men duo qilib boqay debdi. Shuna kelib, men mushu patichidim. Ey Alloh, sen bilsan men bir patichidim. Qo'yib vaqatdim. Har kuni kechlikka kelganda ota-onamni sut bilan sug'urib etib, uni uxlaydim. Bir kun sal kechroq kelibdi-kanmi, ota-onam uxlab qolibdi. Qulamda sutni tutib akilib, uni o'g'itishga qiyolmay hamda tatli uxlab etibgan. Qachon o'g'inaga deb shu tutib tursam, shuni tong etib qoldi. Tong atqicha ayda tutib turgandim. Buni faqat sening rozilik uchun qilgandim. Shu amalim qabul bo'lgan bo'lsa, mushuni bir echayotgan bo'lsam degandan qarday qilib echibda echilga o'xshaydi deb yugurib kelsa, adam patmaydi. Kichikgina echilibdi. Shuni bilan yana bir savol duo qiling debdi. Bilsa men duo qilay deb men shu tog'amning bir qizini shunday yaxshi ko'rib qolgandim. Menga teging desa faqat tekkil. U nima deyamdi u? Tegmidi. Shu bir kunlarda uning 120 dirhamga ehtiyoji bo'lib qoldi. Qiyinchilik tatib qoldi. Qiyinchilik tatib qolgandan keyin u qiyinchilik tatganini bilib men uningga dedim. Mushu qiyinchilik tatib qolgan pulni men sizga beray, men bilan shu yomon ish qilamsiz desam ma'qul deydi. Shuni bilan pulni berdi. Pulni berib, endi shu zina qilay deb, yomon ish qilay deb kelsa,
O kız deydiken, sen Allah'dan korkmamsa, bizning aramızda nikah yok, o Allah'dan korkmamsa, ha, ben elbette Allah'dan korkuman, deb şadi. Hoşunu yığıp, pulunu bir etip, senin için bolsun deb günahını yenipti de, senin razılığın için senden korkab yanğandım şu günahdan. Şunu vesile kılman. İçip etken bolsan, yani azrak içirken yana adam patmaydı. Üçüncüsü kepti. Üçüncüsü, ben ana kilerini işletettim, koyu vakattim. Bir günü benim kaşımda birisi işlep, iş hakkını almay kitip kaldı. Kitip kalgan, abi kip kala kelgen çağda alam dedim, şunun iş hakkıga bir koyup koydum dedi. Koyup kap, o koyunamda koyularımda böyle baktım, o koy tuğdu, küpeydi, o tuğdu, küpeydi, onu çoğrak mallarını hep koydum, o küpeydi, küpeye yapmışlar tuğdu. Bir günleri o adam kilip, sen palanı çağdasının kaşığında ben işlegendim, iş hakkımını almay ketkendim, iş hakkımını hem de ağıl geldim dedi deydi. Abdan kepsemize, şu tağdaki mallarını hemisi asan buldu. Dedim deydi. Desem, beni zanlı kılatamsa sen. Şu tağdaki benim gerek emez, meniki şu iş hakkımdan ben sana buldu dedi. Senin iş hakkın şu, kanda anda oldu desem, sen almay ketkendik seni ben küpeytip koydum. Tuğdu, küpeydi, aldım, setip aldım, bunu da kıp koydum degendiken. Maqıldab, rahmet mi demey, hemen kütürüp aketdi deydi. Aketdi de şunu bulan, muşunda kılgandı, muşunu vesile kıldım ilahim sana. Yani garda qilib içilib ketgan, chiqib ekan. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ashu vesile qilishni o'rgatib deb bergan sahih hadischa. Har qanday odamningki dunyoda hech kim bilmaydigan, ashundaq Alloh taolo bilan o'zining arasligini buldigan, ashundaq bir amali bo'lish kerak. Bir amalimiz bo'lish kerak ashundaq. Moshuningga o'xshash, ya'ni ma'va hamda shunda amal bo'ldimi? Endi şu Allah Teala ko'rsatkichlar bu işte xolis amalimizdan Allah bilan ikkimizning orasida hech kim boshqa bilmaydigan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ldi hamda. Texmi xolis bo'ldi bu hamda. Mushunning bir qismi bor. Mushu Misrda, Misrning Qohira bilan Jizining o'tirisida bir nima bor? Nil daryosi oqidayna, Qohirada bir boy bor ekan, nati cho'ng boy ekan hamda u. Onunki 30 yıllardaki işe durdu. 100 yılga yakın bo'lib qolgan, 90 yılga yakın bo'lgan vaqt qisiga. O adam 3 ay yallığı bo'lib ketdi-da. 3 ay yallığı qanday binasi yesa 3 ay og'rir ekan. Su isimi 3 ay og'riydi, meva isimi og'riydi, tomoq isimi og'riydi. Chidab turib, ashini yeb, og'rib, qiynib ayda qitgan. Uni davolanmabdi ekan shu chaqda. Ammo Neliki texnika taraqqiy qilmaganmi, nima ish qilib ashuni qutlayolmabdi ekanda. Bir kuni ichib sho'b, hamda Jizi tarafga mashinasi bilan berib, Jizi tarafdan ketib bo'lsa, bir munda dehqonchilik maydonidan ketib beribdi, do'g'ri etizlik. Qip-qizil pomidor bor. Pomidor chiroyli ko'rinib, yo'lning bo'yida to'xtabdi-da bu. To'xtab tursa, shu pomidorlarga qarayotgan dehqon, asha qarayotgan odam yugurib kelib, "Voy keling, xo'sh keldingiz. Ben küzlekte oturan kilin sahidan dep aldığı su ekilip, ne qilib oturup şunu olsa 3 tane pomidorunu aşağı elip pakiz yupib ekil mani yeb beqin dep ekipti adam. Adam ekergen ki bunda qarab, menenke bunda nima yeysem küçüğüm ağrıydı. Pomidor teximiz raqildi. Yemisem bulam tikedisi. Yang illa inşallah Allah şifalık vura. Yang bunu depti avu. Yang dep zorluğa bak tevekkül dep yepti. Yep bulab onu pomidorunu bir ağrıptı 3 ay yagi topuğu melinip ketdi o bay. Melinip bunda yığılıp tug'ilgan ekan. Adam ko'tarib akirib kuzligiga haliqa kichik uyga akirib yotqizsa, mashinamda og'riq kesadigan to'xtatgan dori va shuni tushkizgin mangda. Og'riq to'xtatgan dorini tushkizib qo'ysa, kuchli kuzi uyquga beribdi adam. Qo'gan shu orliqda haliqa dehqon dua qilgan Alloh taologa. Ey Allah, sen bilen mening aramdaki ishning xotirasi uchun bu odamga shifolik bergin. Endi bu odamni baka yuguzib qo'ydi, sabab bo'lib qoldi, hamda bu shifolikni tepirayapti, buni gadidan tushdi deydi. Shuni buni, ey Allah, sen bilen mening aramdaki ishning xotirasi uchun bu odamga shifolik ver deb aynan mushu duoni takrorlayotgan, boshqa gap qilmagan. Qilgan odamni kuzda olsa, o'xshay duoni qilyotdi bu. Shuni bilan biraz yaxshi bo'lib qolgan, hamda bu ağrı kesici darını, ağrı toxutgan darının nimisinden. Bab, endi men ketay, endi xil yaxshilab qoldim deb. Siz mushunda dua qilasiz, bu nima siri var bunun degan. Buningki sirini men o'zim bilmam-da.
siz uqmasangiz bunda debdi. Aniq deb bergan. Ha deb bering menga endi. Siz hech Alloh bilan sizning arangizda nima ish o'ti o? Allah sen bilan mening aramdagi ishning xotiri uchun deysiz. U nima ish deydi? Digil olmaydi sizga ona. Bay açıqlab deməsəniz demə deb ketibdi. Ketgandan keyin bu boy şəhərdən ketib. Ay 3-4 güngacha faqat ağrımabdı da. Nima esa ağrımabdı? Bu qandaqlab qaldım mən də doktorga verib, doktorga təşxirəsi sağ çıxıbdı. Bu hayran qalarlıq bu qandaqdı oyunu oylaydı bunu nima payda qildi mən deb o'ylab, hə aş adamның pomidorasını yegandim, aş adam bana dua qilganda, çoxum %100% aş adamның duası bu. Deb nəhayət xoşulab maşinasiga jiq yemək içmək binasini besib pullarını elib kelib mən sizni yo'qlab keldim deb sizni binasi so'g'ilib ketdi. Men saqayib qoldim hamda sizning duoyingiz bilan saqayib qoldim. Astag'firullah. Allah o'zi xolis saqaytidi. Saqaytquchi, kasal qilguvchi Allah mening qulam nima keladi deb o'tirdi. Degankim, endi siz aşı dua qilganingiz, aşı duoning sirini bir hukm kelib qoldi, bir deb bergan bo'lsangiz, yana shu gapni demsiz, mening Alloh bilan mening aramdagi ish tursa, nima ishga kirasiz siz uningga deb. Yo'q, endi men mana shunday duo qilishni o'rgansam, menga foydasi bo'lib qolsa, sizga savob bo'lmamda deb matratdilar. Degan, o'da turib ketib, deb bersam deb berayapsiz debdi. Qanday bo'lgan desa, men 27 Cüney pulu yığdım toy qılaman deb dedi. O bunun 70-80 yıl burunqi 27 Cüney degan nazıma eurodan, dollardan, sterlindan mı qimmat pulda o Cüney uçaqda. 27 Cüney yığıbdım. Bu şunu toy qılaman deb. Təsdiqli işlab tapdım bunu. Şunda şu arada uyimizning oldidagi qo'shnimiz ikkisi yashinib qolgan odamda, uning bir balasi bor-da. Balasining ayoli bor-da, uning ikkizak bal tug'di. İkizak tug'ib bo'lib, o balning dadisi askarlikka ketdi, ketdi. O ayol ikizak tuqqan qiz bir qancha kundan keyin o'lib qoldi. Shuning bilan bu ikizak bola ikki bo'yoq mo'may qilib qoldi. Kecha kunduz bu bola yig'laydi. O bechora odamlar ya uning bireydisi sut yo'q, ana o'lib qoldi. Endi binasi bir imit kuchi akilay desa, pul kerak uningga. Imit purtqa ayollarning pul to'lash kerak-da. Shuna o balaning qusuqini to'yg'izolmay, doim ayda yig'laydi. Ayda shu ahvolni men ko'rib turgan ekan, shuning bilan men ham mayli to'y qilayotgan chog'imda Alloh rizqimni berar, men mushuning qusuqini bir to'yg'izay deb bozorga berib, 27 Cüneyni buzib ashuni balaga kiyim-kechak, yemak, ichmak, sut, uni buni elib İşkaylığa kelib öyünün aldığı kelib aşağıda qap işikni çekip qap yugurib chiqib o'g'ziga chiqib tepadan qarab marab turib boshqa odam evamasın deb qarab tursam buvay chiqib yengimda qarab hech kim topolmay akib ketdi deydi. Akib ketdi degandan keyin shunda xo'shulab ketdim. Aşı qilvog'inim xo'sh oldim deydi. Xo'shulab shu kichi uxlab qolsam, tushimda bu buvay menga ishorat qilib bidoni achki bidanın balası imitiyotgan bidanın echkini ishorat qilib, deb ishorat qilyapti deydi. Buvay tushida. O'g'ini bu nim degan gapdi deb o'ylab edim. Shuningga men aqlim yetmabdi. Men kichik balaninki sutga ehtiyoji bor. Endi ayda sut birtgan echkidan birini eppasam, qusuqi tuydi meni. Shuni kallam ishlamay boshqa narsani elib yuribdim men deb bozorga berib, ashunda bunda sut birtgan anda nimasi bor, balasi bor, echkidan birini elib aşu nimaga deytgan. Aşu echki sotgan odamga palani yerdagi palani ko'chadagi palani uyga mushuni opirib bersa, opirib ishkining oldiga bog'lab qolib, ishkini qirqib ketsa, mening baginimni qat'iy demaysan deb deyishdi ular. Mana pulini ol, aşağı opirsa, seni kontrol qilib men aqlim. Ma'qul davam qilib berib o'g'izda maraq deb desa odam echkini itlab akilib ishkining ichiga bog'lab qolib, ishkini jang vurup ketgan. Ketgandan keyin qarab tursa, o bovay munda chiqib budo, yengi qarab budo, echkiga qarab, echkini akib ketgan. Akib ketib shuni bilan undan keyin o ballarniki o yig'i tugaydi ekan. An shu chaqda shundoq bir Alloh taolaga shundoq bir duo qildi ekanda. Ey Alloh, men sening roziliqing uchun qildim shuni. Hech qanday kim uqmasin. Hech kim uqmasin buni. Hatto shu yaxshi qilgan odam uqmasin. Sen bil mening aramdagi sir ulab qolsin. Mening shu duolarimni ijobat qilgaysan deb anda duo qilgan. Undan keyin beshimga qanday qattiq kun kelsa, Alloh taolaga
aşı iş için deb aşını. Hayda bir başı bunu deydi. Ayda kılıverse dua bir icabet bulur deydi. Bu boğan iş hem de hoca aşında. Demek bu elke bizden elke 5 vakit namaz okuşumuz, roza tutuşumuz, hac kılışımız, zakat verişimiz, ma işler Allah bizge farz kıldı. Bu bizim vazifemiz bu. Müminin vazifesi tamam mı? Ama men halaktul cinne vel insa illa liya'budun dedi ya. Ben insan cinni ibadet kılış için yarattım dedi ya. İbadet için yarattım. Yaratılganlığımızın bedeliga biz qıtqan vazifa o. Şunu kılsak azaptan qutulmayız. Onu kılmasak azabı var kıyamet günü ama o işlerimizde ben bana kılgandım deyip Allah Teala bunu vesile koy ben namaz okugandım Allah'ım ben harem dua qildim Allah'ım ben zakat dua qildim Allah'ım da vesile qilsak o biz vesilemizge ançacık payda qilib ketmeydi o. Nimişqa degende o kılqa özümüzün vazifesi. Mesela bir adam bir şirkette bir zavodda işleyip deyler. Bu adam 8 saat, günde 8 saat işleyince maaş aldı şuna ama 8 saat işlepti o. Her gün 8 saat işleyirken onun başlığını kaçırıp yani ben günde 8 saat işledim benim maaşımı ya köpeytip verin ya ki mükafat verin ya ki bana demeliş verin ya müdadisi sen artık bir işin olmasa ağan hakkını aldın başka ders yok dedi. Ama o adam 8 saat emas günde 10 saat işleyen olsa 2 saat artık işler ya ki demeliş günüdüm işleyen olsa onu başlığını kaçırıp ama 8 saat değil asli ben manımında kıldım manın hatırı için ya maaşımını östürüp verin ya bana ruhsat verin saya oyunu kılıp ya da kılınsı bu kamılışında ama şu an Allah Teala buyurgan ibadetlerini bu kılıç tuzaktan saklaydı bizme tuzaktan saklaydı o ama Muşu işte ya yoğun iş kılıvattım ben iyi Allah senin için çok iş kılıvattım deyip ketmeyimiz onunla. O bende nime bilen Allah'a yakınlaşıdı o? Nevafil bilen. Hele farz kılmagan, Allah farz kılmagan lekin Allah Teala yaxşı ko'rgan bunday nafli ibadet. Nafli ibadet esa nafli namoz o'qishni kamisi aqlimizga. Nafli ibodatning ichiga sadaqa berish, ilm o'rgatish, yordam qilish hammasi nafli ibodatga kirdi. Nafli ibodat esa odamning aqli shu namozgina kirdi. Namozgina emas, namoz beshi zaten. Hammasi kirdi. Shu hammasini qilganda Aşının olan bir hadis var. Hadis Kudüs'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala degende benden bana şu nafli ibadetler bilen şunda yakınlaşırdı ki nafli ibadet kılış arkalı o bana yakınlaşış arkalı o meninki ben onunki tutuduğun kolu kürüdüğün küzü bana diğen putuğa ayılman dedi Allah Teala o kadar şunda yakınlaşkan demediyse kıpırman demek için de aslında Tüningen yani bir kısını anlayıp kaldımca, bu 91. yılı Irak'ta bir qari bala varken yaşı 25 yaş girip kaptı o. Anası dadısı ne etken bakıl. Bir bala ana dada kerip kalan adamı ne etken bakıl o bala ama. Ama Kur'an'ı yadlıgan, şunda bulbuldek okuyduğun Kur'an aşıkı o bakın o bala. Bir gün oturup anası da yaptı. Ana ben 25 yaş girip kaptım hem de benim bir tuyanını kıp koygan bolsana. Hay balam. Sen güzel köymese kim bizge kız vurdu? Kimge diyaleyim hem de ona? Detken şunu dadısqa dada mening yanına qo'ysangiz bo'lmam dedi. Ay balam ben kimge diyaleyim sen güzel köymese kimge kızınızdan birim diyaleyim hiç kim bilmeydi sana degan şu bu gap bek egir ketgan bir akşamı duaga qo'lni ko'tarib shunday yig'lab ketgan. Ey Allah meni yaratganmi sen? Meni kuzi kömaytgan qilib qo'yganmi sen? Qur'onni yodoldirganmi sen? Ota-onamni da faqir qilib qo'yganmi sen? Ey Allah beni maqsadimga yetkazgan. Mushu hojitimni ravo qilgin deb ayda yig'layotganda qattiq yani eng yaqin adami ota-onasidanmi yordam kelmagan degan bunga. Endi men bu insonlarning yordam kelmayotgan deb Alloh qo'l ko'tarib shu joydan. Ota-onammi faqir, qo'ldan ish kelmaydi. Anammi faqir, bütün insanlar faqir. Sen g'ani Allah, sen boy, sening qulog'ing ko'p deb ayda yig'lab duo qilgan. Duoga uxlab qolsa bu qattiq mundaq 65 gradus issiqlikda hasirab, talab, usab ketgan vaqtida shunda ketib qolsa, bir anda havo birdan muzdek suga qulab, odamni rohatlantiradigan bir shamol kelib, bu rohatlanib ketibdi bu. Qilganiga bu tushni faqat tushunmayapti. Hech tavil qilolmaydi bu tushunamda. Menga bunday tushundirsin, men tavil qilolmayman. Qanday gap tu'amdi deb qoldi. Shuna u o'zini qari qilgan ustoziga berib debdi shuni. Qari qilgan ustozi tafsili deb berganlikin turib sen tudigan Allohga duo qilganma debdi, ha duo qilgan debdi. Amisa qara,
Sana Allah Teala duayını icabet kılganlıkını bişaretini beripdi. Sen hazır muşu mahallede qaysi ishni chekkin chuqum aşı kızını birin sana. %100 garanti kızını birdi degankin qandaganda ular. Ya muşu tushning ta'biri shu. Allah sana ko'z tutdi. Men ta'birini bizdan bilgunimcha deb berdim shu. Qaysi ishni chekkin san qiz birdi degankin şu anıs dadısqı berip dada men bu deb tush ko'rapdim. Ustozimga desam qaysi ishni cheksan qiz birdi dedi. Siz hamda palani boy, palani yaxshi bir yuzlik bir adam bor. Aşı adamning chiroyli bir qizi borligini bilasiz. Aşı qizni bana ep berib, dadasi kulib ketibdi dazan qilib. Men tush ko'ryapman, o'qilmay tush ko'ryapman. Nima deyapsan? Bir tushga qarab bunda digil bo'lamdi. Tush degan tush o, menga o'ynab batdi. Şu anısqa kelib, "Ay ana, shunda desa anısqa, ay balam, anda qalaymiqan gapni qilib yurmay, tush ko'ryaptim, anda ulab bunda deb yurmay." Jim o'ltig'in deb degan ekan bu ish yana menga tushdi hamda. Anam dadam yana yordam qildi deb berib, üzüb biladigan, ashunda nayt bek bayligimi bor, üzümi nayt yaxshi, ham obro'yli bir odamning nayt şu mahalle bo'yicha eng chiroyli bir qiz bor, adam ekan hamda. Berib bismillah Allah tavakkaltu deb jang chiqibdi. Çekkendikin o adam çıktı. Çıkıp vay balam hoş geldin mi? Ata-anan yaxşı mı? Bilişidi yani mahalledeki adamlar olgan dikin. Vay hoş geldin mi? Abdan geldin mi? Kâ ögü diken. Men sizdinki kızınızı alay dep geldi diyen adam turup gitipti de turup kalıp diyen. Hay balam bulaptı. Sen diyen Kur'an'ı yadlagan hafız sen. Seni Allah yaxşı gördü. Sen Kur'an'ı yaxşı görürsen, Kur'an'ı şunda bulbulday okuysan, sendek bir balığı verme kim gibi verme ben kızımla. Toxta bırak. Kızımdı bir surap bakay hamdi. Hamdi mecburi belgilemaydı. Onun bir ko'nglini surap bakay deb kirib kızıga balam, şu falanı adamınki balısıylık yalğız o'qilyapti ya. Ko'zi ko'rmayotgan bala. Şu bala seni surap kepti degan ekan qiz bola turib ketib, dada, o biri Allohga yaqin. O şu doim Qur'on o'qiyotgan shunda taqvo bala o. Bu balada men qiz yomonlik kelmaydi. Rizq deganni Alloh berdi. Bizim g'am qilgan ishimiz yo'q. Ya'ni o shunda taqvo borki, o balda men qilsa yomonlik kelmaydi. Rizq masalasi kelsak, rizqni Alloh beradi, rizqni sen bermaysiz, hech kim bermaydi. Ma'quldan dada degan ma'qul ekan, pulni tutgan. Bunda mo'jiza duo ya, duo degan aynan mo'jizalarni yaratadi ya. Shu hamda mu'minniki quroli duo. Endi hamisha duo qilib o'tiring degan gap emas hamda. Endi biz qo'limizdan kelgan bütün sababni qilamiz har qanday ishda. Sebebini qilish bilan billa shu Alloh taologa tavakkul qilib anda duo qilamiz hamda. Duoga shunchalik zo'r ehtiyoj bor. Chunki nimishqa duoning o'zi ibodat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan ya, "Ad-duo huval ibodat." Duo ibodat. Ya'ni uning ustiga bu duo ibodat bo'lib, eng samimiy, eng obrazli, eng ixlosli, eng rost ibodat ma'u. Masalan, namozni bekim, kallasi boshqa yoqda turib, dukunning hisobini qilib turib o'qiydi. Shunday hamda ro'zida hamda bir xatolikni o'tkazib o'qidi, haramga borgan odamga har xil niyati bordi. Lekin ma duo qilgan, Alloh duo qilib iltijo qilgan odam cho'qib qattiq bir hojat bo'lganlik uchun chin yuragidan Alloh taologa iltijo qilib. Asli ibodatning maqsadi chin yuragimizning Alloh taologa bog'lanishi. Duoda ifodalanadi. Xuddi biz bir yerga telefon urmoqchi bo'lsak, telefonning 8 numarini saq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deb saq urmasak bağlanmaydı telefon. Allah Teala'ga bağlanğan vaqtida şuna qalbimizni faqat ichib o'tib, qalbimizdagi hammani elib o'tib, chiqirib o'tib, faqat Allah Teala'ga bağlanib, shu duo qilgandimi ayqan. Endi duo deganki pul ketmaganki qilib qo'yay, ijobat bo'lsa ijobat bo'ladi desang, hargiz javob bo'lmaydi. Qilib qo'yay desang, chuqum ijobat bo'ldi deb qilgan. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ud'ulloh va antum muqinun bil ijobat" deganda duo qilinglar ki siz cho'qib ijobat bo'lganlik %100 ishinib qilinglar deydi. Shuna ayliq duoga pul ketmaganki qilib qo'yay endi degan duoning hech foydasi qilmasin bundan da duoni qilgandancha. Shu masalan biz bir qiz so'rab borsak bu yerga, o'g'limga qiz so'rab boray deylar-da, falon axun. Sizning qizlarni men so'rab keldim, ba'zilar kelsa ba'zilar desa, o'sha talabingizni jiddiy emas ekan, siz bermayman deydi o. Shu Alloh taolo tilga vaqtida Alloh xolisdan ijobat qilib bersa, xolisdan bersa, da duo qilsa duo emas hamdi. Ey Alloh cho'qim qilib ber. Sen hammaga qodir, sen qila olaysan. Musa alayhisolamni shu
Firavunninki ayndaq zolimning sari payg'ambar qilib chiqargan Allah İbrahim Aleyhisselam'ın otda köydemigen Allah sen hammaga qodirsan. İsa Aleyhisselam'ın Yahudilarning suiqasini saqlagan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning suiqasini saqlagan Allah sen hammaga qodirsan. Chuqum qila olaysan sen, chuqum qila olaysan. Bagin deb bunda. Chuqum shu ishonchlarni tilash kerak-da. Uni har gal bunda qilib Allah agar ijobat qilsan, qilasa degan nima bilan bo'lsa, qilmagan yaxshi anda duo qilgandim chamda. Shunga duoga shunchalik bak ehtiyojimiz bor. Har vaqtda hamda bu namozdan keyin qiladigan tamoq yeb bo'lgan qiladigan duoyimiz va ya. Bu bir rasmiyat hamda, tamam. Bunda da niyetimiz xolis bo'lsa, hamda Alloh taolo qabul qiladi hamda inshaalloh ijobat qilib chiqadan duo qilganda. Ammo haliqib bizning demoqchi bo'lgan duo bor. Bu buda turib Allah Teala'ga bo'lgan ehtiyojini shunda bir his qilsan. Masalan, qattiq issiqni masalan hozir menda 50-60 graduslar kunduzlik issiq ya. Mush issiqda bir saat suv içmek geldi ama sonu ko'rganda suv qattiq bir ehtiyoj bo'ldi ya. Shundoq bir ehtiyoj bo'ldi. Ashunga o'xshab Alloh Teala'ga ashunda bir tashna bo'lganda, ko'nglingda qalbingda ashunda bir tashna bo'lib Allah deb qilganda badining titraydi bunda qildi. Allohga ayna bog'langanda o. Ras tecrübe qilib baxsangiz bo'ldi. Ashunda bog'lanib turib Alloh Teala'ga an qilgan duo, mel u tarting bo'lsin, tarting bo'lmasin uçaq. Namaz vakti olsun, namaz vakti olmasın, küçük olsun, gündüz olsun, ya abdüze gidip bağın, ya ki yolda gidip bağın, ya cenimazlıkta farkı yok. Allah'a bağlanışkıça, Allah'a bağlanışkı tarih ediliş etmedi, hiç mi etmedi? Fakat yüreğinle içi gerek. Yüreğini içip, yürekli başka nasıl çıkırıp fakat Allah Teala'da bağlanış. Tok biz tutuşkanda aslında aynı bağlanış. Şu çağda çok umacağız. Benim 5 yıldır belki cık ötken bu işler. Bu şunun bu okşaş bunda kısılarını na cıktın şimdi. Mesela yani bir kısı var. Bir kız, yetim kızken, yetim kız, anısı bilen otururken o kız, tağısının balısına ep veripti onu. Kembağılken ama tağısının balısına ep veripti. O tağısının balısının sınırları, acıları, hem çok varlık aileken de o. Bu kız ne? Onu şundak izipti, şundak makilini de, şundak azaplaydıken, şundak kıynaydıken, o iğrigimi şundak yaman göğsüdüken, şunu olan bu her gün gelip anısına şikayet kılırken, ana diyen bu kızını yığılayken, anısını yığılayken, anısı biçare de, tulhutun, ağlı küşlük, küçü yetmeydi ya gibi ötmeydi ya küçü yetmeydi, hiç kimse ötmeydi. Anda o balam sever kılında etken, yana anısını yığılayken, yana sever kılında etken, aşı iğrininki ağaç sınırları bunu şunda yaman guman kılıp, aynı gep tepip, şunda kılmagan eskilikini kamayken de 7-8 yıl ayında akıtken, 10 yıl ütütken, anısı ülep kalırken kızının. Anısı ülep kalırken hem de derde etitkan adam yok. Şunun her günü bu, her günü anısının üyünü yep koyukken ülep kalkan deken. Anısının üyü günde bir katını ketitken. Ketken çağda naat yığılap, köңlü bir aram ketitken, anısının üyüdün çıkkanca bir saat durup, bir saat çıkkanca şunda hoşal keyfiyatı yaxşı çıkıtkanda çıqqanıga bu erinin acısınlar ha bu yaman iş qıtqa oxşaydı, buzuqchilik qitgan bu deb oqisqa adam selib Maraylı degan eri bir gün men Maray detgan. Maray deb yosh yoshurun oqisdan asta kichkina itib ketgan, kichkina qayta ayda asta ishkina ichib kirsa, u jaynimazda yig'lab eriga insof tilayotganda, ey Allah mening hamda şikayet qilgan anam bu yok, şikayet qilgan hech kim yok. Hem sana şikayet qilaman. Sen bu erimga insof bergin, erimning kuzini ichib etgan. Kuzini ichib bu ağaç singillar buni kuzini yeb qo'ydi, hozir kuzini ichib etgan, to'g'ri yo'lga boshlagan, hidoyat berganda bu duo qilgan eriga. Ana eri aşağıda turib anglab uni şadın aşı hayacanlanıp eri qattiq yig'lab ketganda rasmiy kuzam ichildi hamda. Allah sizin hazırki duayını beni icabet kıldı, küzem içildi. Ben bıçaklı şans şunda belki zulüm kıptım, aşını yalgan yolda yaptırdı, işiniptim. Boldu bunun için hem de beni keçirgen, dep iyi gittim. Ketkenlik şu geçse o kızanların çüğü kirken bir yaş, kere bir Hızır'daki bir adam gideceğim. Çüğü kirip, ha kızım kanda, sen 10 yıl anınızga şikayet kıldınız, hiç kanda iş özgermedi. En ahir gelip Allah'a derdinizni tükeptiniz, Allah işinizi mesul hal qildi. Şunu biz burunqi adreslarni xato adresga ketgandingiz, mushu adresdan ayrilmang debdi.